voy. Aka. Av. Ma Parizatchi xislatni Po'lat direktori bilan alishayotgan o'xshaydi deydi. Kim bilan? Po'lat bilan? Ha. Unda emas-da. Xislatmichi? Unda emas, debdi bo'lmasa. Hey. Ishqinglar egiz bas xiyol qilmanglar bo'ldi. Lekin tag'a, sen kunda xislatning telefon ko'tarib yurganini ko'rmdingmi? Po'lat direktorchi hozir hammishni jipidan jing'isigacha xislatga doklad qilgan bo'lib ketdi. Tushda nima yeyman, kechda nima yeyman, qanday rangli kiyim kiyman degandek. Acaba bu aralashqanlik emasmi? To'g'ri ras. Deylat kuni oshxonada bor-ku. Xislat uningga bu oshxonaning pullari o'xshaydi. Buningdan keyin qarang kiyim kiying deb ketyotdi. Rostchisi olishyotdi-ya. Po'lat bilan. Hey, mumkin emas. Voy tag'a, hozir bog'u xislat o'tdas qopsa, Po'latning gapini qildi. Shundami? Hey ras. Bugunmichi choy tugmay turibla direktor telefon qilib uni chaqirib ketdi. Boya xislat qoppa qaytib keldi-ku. Kiring. Qizim, bu yoqqa chiqinglar paranglashaydi. Ma'qul. Beklan. Ma to'xkabını eline. Ay yo'q. Bayatın tamaq yegandim dada. Yegim yo'q. Biraz xapıq qoydum ha? Yo'q. Şu açıqlab keldi degende ensirab qoldim. Direktor xapıq qo'ymagandi ha? Voy tag'a, xapib qo'yamdi, urush qalamdi bu chiqsi. Shunda yaqin tursa. Alayimqa gap qilma, ha? Undaq nim bilan kim yaqinga? Men dedim-ku, bular chiqishamaydi da. Men bu gapni qildim-ku. Voy, u mening direktorim xolos. Ne chiqdim dedim. Voyjon, bo'lsa sizlar gap qilg'ich bir uxlaya. Ana. Gap chiqqandi opa ana. Xapib qoldi. Og'zing juma. Ay, bo'ldi Parizat. Agar rostli shunday bo'lib qolsa, bu oilamiz uchun yaxshi bir ish. Shunday. Yil o'risi 30 yoshga kirib qoldi. To'yni qilsak yaxshi emasmi? Shunday. Bo'ldilar. Mayliga qo'yib beraylik. Ay, aka. Ay, bundaq ishdi va qara. Biz yordam qilsak bo'lmaydi deyman. Tag'a, opa, men qo'yib beraman, men kirib hozir o'zim o'xshayman bu ishni. Qarab turma. Boshqa bo'larmi? O'z shunday qilsin. Xislat. Indab kirdim, chiqib ketdi. Sen bilan paranlashay deb kirdim shu. Paranlashqizak ish yo'q. Hay. Tag'amchu, sen nimsan shuni qo'llaydi-ku? Yushirmoqna bo'ldi. Bilma. Lekin uning bilan mening hech qanday ishim yo'q tursa, mushuna qilaversam men raslanjib qolmayman-ku. Hay, sen hech bir xafa qolgandek ko'rinmaysan. Nimandoq? Hay, qara. 8-ning oldida-mu mushunday bo'lib qolgansan. Hozir mashinaga o'xshash qolding. Shu chaqdimi hammasi muhabbatlashyotir deganding. Faqat o'zinglar unda qamas deb turib olganding. Uning uchun yashaganingni hammamiz bilamiz. Oxir qanday bo'ldi? Oxir yana ayrilib ketib o'tdading. Men shu hozir shunday bo'lib qolmisin deb ansirayman. Qanday xo'pdimi, ha? Nimada konisi takrorlaysa deyman. Shu opamlar anglab qoldi. Men demakchi, qiziqishing bo'lsa yushirma. Aralashgan bo'lsang chim tut demakchi. Men unda qarsam uni pek yaxshi ko'rib qolganda qilib tursa. Sen meni pek tushundiq o'xshamamsan, ha? Albatta, chunki men sendan burun to'y qilgan. Shu muhabbat jihatda sendan tajribalik. Men sening hozir qanday holatda ekanligingni obdan bilmayman.
Sen bek kaltız. Sen bek kaltız mu? Şunu için okuşdan vaz geçip əgdigi bağanda. Hey, açağımışlarga qilamsan? Şunu üçünçü avval özünü başqur. Başqalarning işini azarlash. Doldada babamlarga qalaymiqa gap to'shibshimi? Uqdingmi? Baqama, ha? Chiqib ket. Chiqishsanligini. Chiqib ket avvatma. Men sen chiqib ket avvatma. Nima qilding u? Nima bo'ldi? Voy, avvatma. Voy. Nima bo'ldi ota? Qaqshimig'na? Gap qildi. Ne bala, tuzlu kışçı var ne? Oy bo'ldi qilandi. Ama pek açığım ketip bardı. Oy senmi uning tankilanmagandikin nemish qilatding uning tishig'i tegib? Ama uçuvaylmak men muzak olsa ben qarab turamdı. O'zingdimi bor shu? Opa! O'tib ketgan ishni tagib. Uning yarsiq tutsep nemish qiladi? Ben yaxshi ko'nglim bilan degan tursam. O'shanlarimni silkib saqib ketmayapman. Bo'ldi. Bu yana uchun men sig'ib qismayli. Og'riq to'qib astik yo'qaydi. Bo'ldi qilaman, ha? Yaxshi ketdi. Ha, keldingmi bolam? Ha. Fariza, Xislat bilan yana urushdingizmi? Qat ko'rishmagansiz? Uçuvaylmak men uval qildi. Siz cho'ng bo'lgandikin uni yo'l qo'ysangiz bo'lmanda. Men uchun qo'shtaqdi, bo'ldi deb. Bo'ldi endi bolam. Bo'ldi. Oldu qilma endi. Lan kızım. Uncha xafa bo'lib ketmasangizmi bo'ladi bolam. Shunday da. Cho'p-cho'ng qilib urus qilmishamdi. Uzunjuma, nervam tegmay. Ey, Qaysar, menga sen chiqajik. Ma'qulacha chiqsam bo'ldi-ku. Gittin. O Parizatning gaplarini uncha ko'nglingiz qilib ketmang bolam. Dada, keş konuşlan tege verdige. Shu. Çivalımsam ya. Shu. Endi u sizning endi Men ya to'y qilmayman demisam, kesh ko'zimga kirib olib. Endi kirib baqsin, unda qildi ekanman. baqira. Kichik valda gap qilgansiz. Bolam siz aqlli qizg'u, ha deb qo'yib o'tkazib yotsangiz bo'ldi emasmi? Ma'qul. Bo'ldi dada, sen mo chiqib armonag'in. Men yog'oz o'tirib birdim. Ochig'imni bir besib olay. Ma'qulmas bo'ladi. Ochig'ingizni besib oling. Achchig'i yomon qiz degan oq ko'ngil bo'ldi-ku, ha? Ma'qul, xo'sh qizim, xo'sh. Dada ne varsa? Parvarni yana chiqib kiray. Ha.
Parizat qandaqroq? Parizat uyiga ketdi. Xislatchi? Xislat birdam yolg'iz o'tirma dedi, asta yenib chiqdi. Bu ballarınıza. Sen mi bak ko'ngling g'ab ketma, ular taq kichik. Keyin cho'ngib ish fiqidak bo'lganda hamon mush qilganlarga pushaymon qiladi. Davamlıq şundaq deydi ekansa. Qızning to'yini mi qilib boldiq? Xislat yana kichikmi? Ular shu mening nazarimda yana kichik bola shu. Chiqdim. Tag'a, Parizat acham qandoqroq ekan? Yaxshi bolam, yaxshi. Gap yo'q. Tag'a! Xislat bilan Parizatni urushib qopti deydi-ku. Xislat bilan avval qandoqroq? Ay, cho'ngish yo'q. Shu sendim men qalamtim deb bir-biriga gap bermayla topdi-ku bu ishni. Hech qisi yo'q tag'a. To'g'ri tushunishib bo'ldi. Bir uy deganda ancha-muncha bundaq surkilishlar bo'lib qoldi emasmi? Qaraganda men mush ballalarimni toza yaxshi tarbiyalanmaga o'xshayman. Yo'q, unda demang. Sizda gunoh yo'q tag'a. Qaysar, sen ish topdi deydi-ku. Voy Mo'minka, gap endi ochishimni menga keldimi? Hoş qisang shay tuyda. Adina ishlaydigan yerin qandoq ekan? Bir oshxona shu. Oshxona? Ha? Hey, oshxonada ishlaydigan ishing bo'lsa, menga desang, men bilan birga borib tomoq to'ysang bo'ldi-ku. Men sen o'xshash tomoq to'shmayman. Ha. Men degan dukkan mas'uli bo'ldim. Senma deysang da, sen menga ishlayapsan? Ya qanday bo'lib seni dukkan mas'ul qildi ular? Shu qanday bo'lib dukkan mas'ul? Diplomlarini ko'rdi. Eng muhimi, qobiliyatini his qilib, men dukkan mas'ul qildi. Diplomni ko'rdi-da. Voycan, ishlamay degan, sen menga ishlaymaysan. Bo'ldilar. O'zinglar qaramsinglar-chi. Hey, o'tira yerda. Voy bo'ldi. Dukkan boshqardi. Shu. Men chiqdim alay. Dukkan mas'uli. Bo'ldi ekan bu. Ayircampning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayircamp. Qalğaç markalık sopun paraşuki vətmə erkin çıxırılsın. Voy nimening? Kirnan. Qalğaç markalık sopun paraşuki. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Tulat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. İşte bu. Men buni eslab qoldim-mi? Bu xizmatdan boshqa. Xizmatdan boshqa ishni bilmaydigan mashina odam-ku bu. Qaysar aka, tog'amga nima ishga yolg'on gap qilsiz? Oldaysiz? Men sizga degan-ku, tikkuchi bo'g'limni o'yliklar bilib qolsa bo'lmaydi deb. Boya ahmoq bo'lib ko'rdingiz-ku, Mo'minkan qasam gap so'raversa uning ustiga. Sizmi qiziqkansiz? Shundoq bo'lsa-mu, o'g'il bola bo'lgandan keyin yolg'on gap qilmasligingiz kerak-da. Shundoq bo'lsa-mu, o'g'il bola bo'lgandan keyin yolg'on gap qilmasligingiz kerak-da. Voy bo'ldi, uxlang. Xo'sh, men uxlayman. Voy oqsoqol, sex qol.
qishlog'im yog'in so'zlab. Mana aka. Tag'am, men yaxshi uxlabsizlarmi? Voy, yaxshi balam, yaxshi. Seher quyosh nurini chashdi. Qaysarning bek qo'sqa ochdi. Shoir. Voy xo'jam. Qo'sug'ing ochmagan bo'lsa, kunda tushvoqchi uxlaysang, ha? Yo'q, bugun ishlayman emasmi? Shunga baldi qo'pqan. Ha, to'g'ri. Ammo, yan tuxum qo'rmisimi? Yemayman men. Voy podshoyi olam. Tuxum qo'rimiz yemisan vaqo, men aytgan chayni ichcha. Rahmat. Ma'qul, muslishay. Non bilan ish. Çapaqlarına qamoqlanadi. Jo'qa? Odam telefon qilib ekan. Bugun ish o'rnini ko'rib kelaman deydi. Yaxshi bo'pti-ku. Kas undan kitolmiz. Hey, odam bu yerga kelsa, yog'ochliq uchun xos yaxshilanma. Xo'p, bo'pti. Men nim degan, yolg'onga qilmang, desam qilgansiz ashundoq kelib qolsiz. Obdan bo'pti. Bo'ldilar. Sizning amal tepish bilan kelsam o'yin bo'padi, ha? Vallahi orada qaychi. Do'kon mas'uli. Men dadam ishlari yo'g'on gap qo'ygan emasmi? Sizlar men odamning oldida mas'uliyatdan bo'ldi. Sen do'kon mas'ulisan? Ya tamam, oğlum şurada. Bugün dadam uzak durmaydı. Ben körü kapaydı. Tamam. Hem sen kes başladın canlı açıklısı. Biraz görüştük ha. Mahvol. Ürettikçe başlarımıza farklı düşük kayıtlar. Peki ben oktaması bir acıma. Adam İspan. Hem şaka çıkmışlar. Adam muhabbet ediyor. Ulan? Ha. Şükürler bir yatırsan oğlum. Ha, şunma emasmi? Ha, şu. Yarıştı mı? Ha, muşaşkan şu. Ben başka ol kayı. Kirip bakalım ama. Şükür. Başla. Muşaş tamam. İşte ketip kaldırırız. Ama ulan dike. Dike. Yaman emas. Bilir, muhit yaxshi. Qarab turmay, dadam choy kela. Bula, ben qiynoq qilma, ha? Ha, bo'ldi, choy ekanmisan, bo'ldi. Chiqdi yo'q. Ha, yo'q. Hey, Rana ko'rinmaydi, Rana.
Rəmanın dərsi var ki, şuna sən qaraxulama ketib qaldın. Ha. Dada nima yeysən? Tamoq ekversin. Yo'q, tamoq yemayman, tamoq yemayman. Niyada bir xaridorim bor-ku. Shuni uni ko'rishgach, seni ko'rib ketay deb qoldim. Qisaq bo'ldi. Boshqa narsa yeysən. Bo'ldi. Men moy. Bo'ldi. Aras. Kechda baldiroq kelasiz, ha? Kechda qochlarni, yo'q, qochliq tomoqlarning hisob o'tkazib ochib emasmi? Men shuni qilib qo'yaray. Tak instrumentlar, ha? Men qilsam bu ishlarni kim qildi? Ey, haq sana ishini topshirgandan keyin uxlab yurmay ravus qil, ha? Meni bilsam qanday ishlayman men. Atjam deb. Seni bilaman, shuni deyapman. Ha? Ma'qul bo'ldi. Na'amsa? Hamsa ish ko'rsak, ha? Ya, men ma'lum emas-a? Kech qolsam instrument. Ha, bo'ldi. Ma'qul, ketdim. Yo'lda o'ylab manqunjima? Xo'sh. Xislat, kelib tamoq yem. Yo'q, bo'ldi, yegim yo'q. Voy, kelib o'tir-a. Tamoq qo'ldimi? Nimancha tuzliq kundan kunga tuzliq yeydigan bo'lib oldi. Tuzni jiqyap og'rib qolsin demsiz bizni. Voy aka, nerede tuzluq? Voy, bir obdan turupla adamdan putak tapıp ekansan bu. Ağa, biraz xapop qaldingizmi yoki akşamqış xapop yuramsiz? Xapop qoldim. Ballar urushib qolsa, cho'nglar kelib bo'lishib qara. Bu xislatni xato qildi deysa, xislat nani xato qildi? Ha? Qo'l ichiga egildigan raskan-da. Sen mushunda qilsan qanday bo'ladi ukam? Voy aka, men her ikisini xato qildi dedim. Shu xislat bekerek oshirib etdi. Bu xislat nani oshirib etdi? Buning shirdakini u Parizat tursa oldida. Oy, aka. Ay, ne Parizat nerede onda qildi? Shu xislat oshirib. Opa. Bo'ldi qilasan. Ya sizim to'l gap qilma qizim. Men sang'ini yo'l qo'yib kelyapman. Yo'l qo'ygan sira sen meni qapaqlash bir odam ishimni o'qimaydigan odam deb o'ylab qolgan o'xshaysan. Sen cho'nglarni hurmatlashni bilamsan, bilmamsan? Aka, sen bilmenchi, aram 1 yoshli farq qilamiz-chi-mi? Cho'ng kichik deb ketishning hojati yo'qdir. Ha, men qirib ketdim. Kallam ishlamaydi shundami? Ha? Men nima undaq dedim? Voy, ha, men qirib ketdim. ketdim. Sen qiyerdiq deyaptimi? Opa, taqa bo'ldi, qilinglarchi, urushmanglarchi bo'ldi. Dada bo'ldi, bunchalar vaqirash ketadi. Ha, vallahi urush qilib cho'nglarni urush qilib qo'ydingmi? Gap qilishga nima bo'ldi? Mening sabr qacham to'shdi. Mana parvar sang deydigan gapim bor. Voy, nega? Mana uyga. Voy, kirsam kirdim. Voy, qo'ng'idigan yerim bordi. Voy, İşte mana. Qanaqamiz? Opa, urush qolgan bo'ldi. Ota, Urush yoshga kirib turib, balonsiz kirib, balon bo'lishyapsizlar. Voy, sen kimga bo'tishdimi, ha? Voy, qirqan tuya, chiqsbek urushib ketdi. Biz kirsak, achchig'inib qoladi. Bo'ldi, kirmaylik. Men alkoholni qildimmi? Ajab achchig'imni keltirdilar sen. Siz shunday qilishga tag'in xapop qoldi mana. Voy, sizmi bilsiz achchig'im kelsa ko'zim hechnim ko'rmaydiganni. Shunsiz xislatni kechirim so'rashingiz kerak. Voy, menni xato qildimmi? Menni kechirim so'ramdim. Hayat kendi bergeymi Gözüm tolgan bilen yaşa Gözüm tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen
Tam şunda köyünü diken bu bana. Vaqti to'yini qilsangmi buni? Açığın yanmaptı ha. Yaqay asa. Hazır çekip oturmuşma. Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voycan bu ne dedi ha? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmuşsa naştınızda kıtla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda işimiz sıkıntı. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldı mı? Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim ben bulam. Dayım akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Baba. Ayya. Oğlanı mı yığılamdı? Ha? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, ko'kam bilan o'ldiras bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Daha gözünüz açma. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşma. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşma. Yarındaşlar mı asraşma. Minnettar bol körgen her bir günümdün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel bu yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kıyın. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk bulsun barışıge. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxıttur, baxıt kanaat.
esindin ketmisin şu oddiy savol. Qismatlar hammaga o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat, esingdan ketmasin shu oddiy savol. Esingdan ketmasin şu oddiy savol.